Assalomu alaykum butun dunyodagi barliq aziz ko'ruvchilarimiz, Dunyo Uyg'ur qurultiyi Uyg'ur ovozi suhbat programmasiga xush keldinglar. Men programma riyosatchisi Baxtiyor Umar bo'laman. Aziz ko'ruvchilarimizning suhbatni ko'rish jarayonida kanalimizga a'zo bo'lishni va hambarilishni unutib qolmasligini umid qilamiz. Bugungi suhbatimizning temasi Yaponiya parlamenti Avam palatasi Uyg'ur to'g'riliq tarixda tunji qatimliq qarorni mutlaq ko'p sonli ovozning qo'llashi bilan rasmiy ma'qullabdi. Şuna Yaponiyadan iki qarindishimizni bu to'g'riliq jiddiy suhbatga taklif qildik. Bugungi aziz mehmonlarimiz Yaponiya Uyg'ur jamiyati muavin raisi Ahmadjon Litip apandi. Xush keldiniz Ahmadjon Litip apandi. Rahmat. Yana bir mehmonimiz Yaponiya Uyg'ur jamiyatining muavin raisi Xalmat Ro'zaxon apandi. Balkim Angliyadagi Uyg'ur sotidan Xalmat Ro'zaxon apandining guvohligini hammamiz ko'rgan bo'lishimiz mumkin. Assalomu alaykum Xalmat Ro'zaxon apandi, xush keldingiz. Va alaykum assalom. Dunyoning har qaysi joylaridagi Sharq Turkistonlik qarindoshlarim. Endi suhbatimizni rasmiy boshlaylik. 2022 yil 2-oyning 1-kuni, ya'ni tunog'un Yaponiya parlamenti Avam palatasi Uyg'ur masalasi to'g'risida tarixda tunji qatimliq qarorni mutlaq ko'p sonli ovozning qo'llashi bilan rasmiy ma'qulladi. Buning uchun bu tarixiy qarorga kuch chiqargan Yaponiya Uyg'ur jamiyati a'zolari va Yaponiyadagi Uyg'urlarni qizg'in tabriklaymiz. Uyg'ur qatorliqlarning eg'ir kishilik huquq vazifasi to'g'risidagi qaror deb tema qo'yilgan bu qaror Yaponiya parlamentida Xitoyga munosabatli kishilik huquq masalalari to'g'risida tunji qatim ma'qullangan rasmiy bir qaror hisoblanadi. Uyg'ur ismi aniq yozilgan bu qarorniki Yaponiya parlamentida ovoz qo'yilishi tarixda tunji qatimliq ishkan. Yaxshimisiz Ahmadjon apandi? Bu qarorning asosli mazmuni nima? Xabarlarga qaraganda elingan qarorda irqiy qirg'inchilik deb olmabdi. Yaponiyaning bunday atmasligidagi sababchi. Bu to'g'riliq qisqacha bir so'zlab bersangiz, rahmat. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi barliq qarindoshlar. Aldı bilan bu fursatni yaratib berganlar uchun Dunyo qurultiyi televiziyasiga munosabat qarindoshlarga rahmat aytamiz. Xabarlar bo'lgandek, tunugun 2-oyning 1-kuni Yaponiyaningki Avam palatasi Uyg'urlar to'g'risida tunji qatim tarixda bir qarorni mutlaq ko'p sonli ovozga ma'qul qilishi bilan qo'llab ovoz berishi bilan ma'qulladi. Bu qarorda şu Uyg'urlarni majburiy jazo lagerlariga solash va shuningga yondosh bo'lgan har xil kishilik huquq ahvoliniki kundan kunga nacharlashib ketayotganligi to'g'risida xalqaro andishlarning nihoyatda kuchayotganligi, bu masalaning ham Yaponiya bilan Amerikaniki prezidentlar orasidagi suhbatdimi, shundaqla 7 davlat boshliqlarininki yig'inlaridami şu her qaysi davlat boshliqlariniki o'rtaq andish qiladigan bir masalasiga aylanganligini ta'kidlash bilan birga Yaponiya hukumatidan bu xil ig'ir kishilik huquq vaziyatini tekshirishdan bu to'g'risida uchur to'plash, andan keyin xalqaro jamiyat bilan moslashib, hamkorlashib bu kishilik huquq vaziyatini davomli kuzatib turish, buning ziyonkashligiga uchrayotgan xalqlarni qutqizish to'g'risida keng doiralik ham atrofliq tadbirlarni erishni Yaponiya hukumatidan talab qilgan. Hem Xitoydan bu hozir xalqaro andish qilayotgan bu kishilik huquq vaziyati to'g'risida xalqaroni qoyil qilolgudek darajada aniq tushuncha berishini talab qilgan. Hem de bu kararda biraz işletilgen söz cümleler bizninki kutkunimizden biraz yirak, naydi yumuşak ibarelerini işletip ilan bir karar oldu ahir hesapta. Bunun destekli nüskusu bir kadar güçlük ibarelerini işletken Xitayni bu Uyghur meselesi doğrusu da katık ayıplaydıgan ibareler vardı. Bu kim bunu her xil solchil, Xitoyparast partiyalar bor bu Yaponiyadami. Bularninki qo'llashini qo'lga keltirish uchun so'z jumlalarni ko'p o'zgartib, oxirgi hisobda ma'qullangan qaror biroz yumshoq bir shaklda bu qaror e'lon nima qildik, ma'qullandi. Endi bu irqiy qirg'in masalasiga kelsak,
Yaponiyanınki özü bu BDT'nin 150'tek devlet dünyada imza koygan bu erki kırgın ehtinamisiga öz vaqtida kirmegen, imza koymagan bir devletken. Şu alet ta hazır mı devamlı kelyotuptu. Şu sebepten bular erki kırgın degan ibarani işletip, bu sözünü işletip bir devletni ayıplash mümkünçiligi yo'qken. Bu sözü işletip bir devletni ayıplash uchun oldi bilan erki kırgın ehtinamisiga kirish kerakkan. Bununla kirish uchun devlet ichida bir qism qonunlarni qaytadan tuzib chiqish kerakkan. Şuna bununla bu bir iş günü tutulgan bir iş emasken-da, bu neçe yıl gidiyor ekan bununla. İşte bir to'salg'i bor ekan, şuna bu qatim erki qirg'in kelimesini, bu cümlesini işletemedi bu bir. Başka erki qirg'indan başka atalgılarmi biraz yumuşak atalgılar bilan bu karar elinde. Bunun jarayonlarini yana men ketib berib tushundiraman. Ko'pdan ko'p rahmat. Endi savolimizni Xilmat apandiga beraylik. Yani bu kararның vücutga chiqish jarayoni qandoq bo'ldi? Yaponiya Uyg'ur jamiyati bu qarorning chiqishida qanday xizmatlarni ishladinglar? Bu to'g'riliq ko'rganlarimizga bir tushuncha bersangiz. Chunki nurg'un davlatlarda bir qarorlarning ilinishi shu davlatlardagi hukumatlarniki Uyg'urlar to'g'riliq bir qarorlar kelishi hergizmi tasodifilik emas, şu devletdeki şu Uyg'urlarning shunday tashkilotlarningki tinimsiz tirishchanligi orqali keladi. Shunga bu to'g'riliq Yaponiya Uyg'ur jamiyatining qilganlarini bir tushuntirsangiz rahmat. Oldi bilan bu qarorni endi Yaponiyadagi parlament a'zolari deb boshqa davlatlarda ancha bo'lmasligi mumkin. Yaponiyada masalan Uyg'ur do'stlik parlament korpusi bor. Ondan başka Tibetlerinin dost korpusu var, Mongollarning var, Hong Konglarning var. Bu 3 yıldan beri muşu her qaysi gruplar özleriga qilgan Uyg'urlardan, Tibetlardan hammasidan bu uchir to'plash faoliyatini elib bordi. Ham oldingi yili muşu biz bu necha qatim parlament binolarga borgan nimada guvohlik berishlar orqali buni muş talabimizde sunduk olsa Yaponiyada tezroq muş Uyg'ur qonuni deb bir ağıl bulan deb bizning Ahmadjon qarindishimiz ham Abdukerim qarindishimiz men va boshqa qarindoshlar o'z ichiga olgan nurg'un qarindoshlar necha qatim bordik berish orqali buni ovoz to'xtab qoldi. Shuning bilan bu yerda necha qatimliq bunda uchrashishlar bo'lgandan keyin bular bunu resmi çoğun bir kanun çıkarış bir gruplarını kurup çıkıp bunlar özara muzakir kıldı. Bunu hem bu Japon'un şaraitida her kaysi parlamentler hemisi %100 koşulmasa kanun elinmaydiganligini bildirdi. Bildirip bulup şunun bilen aldığı yılı 6. ayda 9. ayda birinci qatimliq bunu aşı jo'ziga açıklanan bir fırsat bo'lgan edi. Parlament jo'zi, parlament binosi yig'iniga ochiqlagan fursat bo'lgan, biroq qarshi tarafdagi biror guruhlar qo'shilmaslik sababidan bu to'xtab qoldi. To'xtab qilib, ya'ni 12 oylik parlament yig'iniga qoldirildi. 12 oyda biz umid qilib shuncha kutgan bo'lsakmi, bu ashi yig'inimi o'tmadi bu narsa. Yig'inga tashlanmadi. Tashlangan maqitim, mana bu 1-oyning 18-dan boshlangan parlament yig'inidan boshlab o'sha 20 kun ichida mushtaq har xil munozara bo'lib yurib, tuyuqsiz 2-oyning 1-iga kelganda Uyg'ur do'stlik guruhining boshlig'i Furiya apandim buni rasmiy yig'inda, parlament yig'inida o'tirib qo'ydi, ham ko'pchilikning qo'l ko'tarishini qilganda, shuningdek bir qism parlament guruhiga qo'shilmadi, ko'p sonlilar qo'shilib bu yig'in tasdiqini o'tab, bu qaror dunyoga chaqirlandi. Endi buningda bizning Yaponiyadagi Uyg'urlar qanday nimalarni ishladi deganda 2018dan boshlab biz parlament guruhlariga oldi bilan to'xtab qolgan Uyg'ur do'stlik guruhini harakat keltirish uchun shunday kuch sarf qildik. Ham ularga o'zimizning nimamizda
atrafımızda bo'layotgan o'zimizning turmushimizda yuz berayotgan shu nima deymiz bu hozir Xitoyning bu bizning urug' tuqqanlarni tutib ketgan shu ahvolni anglatish orqali oldi bilan Yaponiya Uyg'ur do'stlik parlament gruppasini asli keltirdik. Ham haftalab kechilab Ahmadjon qarindoshimiz bor. Parlamentlar a'zolarining ishxonasiga kirib turib birma-bir tushunchalarni berdik. Berib yurib bunlar televizorlarga chiqib so'zladi, ham nimalarga chiqib so'zladi. Nurg'un yig'inlarda har qaysi do'stlik guruhlariga yig'in so'zladik. Shu orqali bu narsalarni eng oxirgi bosqichga akeldik. Biroq eng oxirgi gapga biz qo'l tiqil bo'lmaydigan kelganda, shu bizga biz anglatgan do'stlik shu guruhdagi parlament a'zolari biz uchun Uyg'urlar uchun ham boshqa Tibet, Mo'g'ullar uchun ovoz chiqardi. Ko'pdan ko'p rahmat. Demisimi, har qanday bir tirishchanlikni shu yerlikdagi qarindoshlardan ayirib qarag'ili bo'lmaydi. Sizlarning tirishchanliginglar uchun yana bir qatim rahmat aytamiz. Hamda savolimizni yana Ahmadjon apandiga qaytarib kelaylik. Yaponiyaning Osiyo qit'asidagi Uyg'urlar to'g'riliq bundaq bir qarorni olgan tunji davlat bo'lish sifati bilan bu qarorning siyosiy va tarixiy ahamiyati nima? Bu to'g'riliq bir to'xtalib o'tgan bo'lsak, rahmat. Bo'ldi, rahmat. Men bu savolingizga javob berishdan avval oldi bilan shu qarorni vujudga chiqarish jarayonida Yaponiya Uyg'ur jamiyatininki qilgan xizmatlar to'g'risida Xalmatninki bayonlarga ozroq qo'shimcha qilay. Biz shu bir yil jarayonida bu Yaponiyaninki hukumatidan yoki parlamentidan Uyg'ur masalasi to'g'risida bir aniq bir ovoz chiqarish uchun parlamentda ko'p qatim guvohlik yig'inlarini, yig'ilishlarni, ko'rgazmalarni, andan keyin matbuot axborot e'lon qilish yig'inlarini qayta o'tkazdik. Buningki mening esimda qolganilar shu parlamentning ichida har xil partiyalarninki shu parlament a'zolariga qarata Uyg'urlarning umumiy vaziyatini tushundiradigan ham guvohlik beradigan Yaponiya Uyg'urlarni boshlab olib, shunday faoliyatdan bultur bir yilda 7 qatim qildik parlamentning ichida. Buning ba'zilariga 15-20 parlament a'zosi qatnashgan bo'ldi, ba'zilariga 100 ga yaqin, 150-200 parlament a'zosi qatnashganlar bor. Onundan başqa ayrim mühim şəxslərni ayrim işkini çekib kirib görüşkən, material bilan təminləyən, hər xil tələblərimizi yazıb tapşırğan əvvəllər oldu. Bunu isimizdə qalğanını desəkmi 11 qatim muştaq fəaliyyətlərini elib beribdimiz. Anandakı 2 qatim muş parlamentdən bir muş Uyg'urlar to'g'risida qaror chiqarishni talab qilib, parlament binosining ichida 2 qatim muxbirlarni kutilish yig'ini ochdik. Anandan keyin parlamentning oldiga yig'ilish qildik 2 qatim. Andan 3 kun parlament binosining oldida Uyg'ur masalasini keng tonishtirgan rasm ko'rgazmasi ochdik. U da 3 kun turdik. Ashun oldida 3 kun rasm ko'rgazmasi ochdik. Yomg'ir yog'yotdi, yomg'irda turdik. Shunday qilib buni dastlabda biz bu Yaponiya o'zing bilganingdek Osiyoda birdan-bir shu xalqaro sahnlarda, masalan BDTning yig'inlarida bo'lsin, mana xalqaro sahnlarda bu masalani ayiblaydigan tarafda birdan-bir Osiyoda shu birlashma bayonotlar imzo qo'yib kelayotgan bir davlatda. Lekin davlat ichida sado chiqmaganda, buni chiqarish uchun biz buni ashuna qayta parlamentning ichida har xil faoliyatlarni qayta uyushtirish orqali o'zimiz bevos berib necha yuz parlament a'zolariga o'zimizning tayyorlagan 10 ming batlik umumiy vaziyatni tushundirgan materiallarimiz bor. Uni taqatdik. Yapondagi bolalarni ota-onasining rasmlarini ko'targizib olib guvohlik bergizdik. Bu shaq faoliyatlarni qayta har oyda degidek qayta qildik. Qilib bu yerda biz dastlabda bularning bizga degini Yaponiyada bundaq sirtqi dunyoda bo'layotgan bir ishni ayiblaydigan bir qaror chiqarish bu asosan mumkinchiligi yo'q desakmi bo'ladigan shundaq bir ish. Bu odatda Yaponning davlat ichida bir masala to'g'risida qonun tuzganga qaragan chog'da degan gapni qildi-ku bizga dastlabda. Bu nemishqa bundaq desa, bu Yaponniki davlat tuzilmasida
Mao devlet içinde bir kanun ya tüzüm bir neslerini belgileydiğin ve siyasetlerini tüzüdüğün işlerde bu köpsallık avaz ninki kolluk keltirilisi bu ötür eken. Ama Mao tashqi dünyada bo'layotgan bir avval karta bunu ayıplaydigan bir kararını çıkargız için asli qoidasida to'liq ovozni qo'lga keltirmasi bo'lmaydigan ashunday nimasi bor ekanda, qoidasi bor ekan. Bu to'liq ovozni qo'lga keltirish Yaponiyada bu 8-10 partiya bor. 2-3 adamı bor partiya, necha yuz adamı bor partiyada. Bunun ichida Xitoyparastlar bor, solchilar bor. Ondan keyin Amerikaga qarshi partiyalar bor. Masalan, Amerikaniki Yaponiyadagi ba'zi chiqib ketish kerak. Fuqarolarning aramini bizda yo'q qildi deydigan. Şunu Amerika başvurup kılayotgan işlerge biz aralashmasimiz kerak deydigan bundaq partiyalar bor, har xil iqimlik insonlar bor da. Bunun hammasini 100% ma'qulligini qo'lga keltirish bu bak tez, mumkinchilik asosan yo'q degan gapni dastlab qildi da. Biz ammo shuni anglab turib, yana mayli, tez bo'lsin, biz avval men baqayli, biz qilib baqayli. Sizlar tashlanglar, o'tirg'a tashlab, rad bo'lib ketsa o'zimizdan ko'raylik. Rad bo'lib ketgan chog'da kim qarshi turdi, nemishga qarshi turdi deganni xalq bilsin. Qag'ini o'zimizga hisob bo'lsin degan gaplar bilan buni oldiga mang'uzdigan nimaga qildik. Andan keyin 6-oyda asli buni o'tirg'a tashlamoqchi bo'lgan bir partiya qarshi turdi-da, shuning bilan tashlanmay qoldi. Undan keyin biz nima ish qildik degan chog'da bu bir qatim 6-oyda tashlanish kursini bir partiyaning pozitsiyasi sababidan buni tashlamagan chog'da onun kendinden Japonya'da baş minister saylımı oldu, avam palata saylımı oldu. Bu saylamda biz baş minister saylımı da bütün 4 adam saylamı uçtu. Hazırki kişi de baş minister kişi de mi var bunun içinde. Bu 4 adamdan ayrım aldı muş Uygur meselesi doğrusu kararını taşlaşka koşulamsa koşulmamsa. Diyen anket evet deyip bu anketin emmesini biz matbuatlarda ilan kıldık şu. Matbuatlarda ilan qilgan ekan bular xolisin bilet ilish uchun buning qo'shilma deb javob berdi hammasi oxirgi hisobda. Bu nima desangiz, bu saylamda bundaq bir va'dani matbuotning oldiga chiqib ochiq oshkora buni va'da degan gap bu qaysi saylangandan keyin bu va'dasini amalga oshirish majburiyatida qoladi-ku. Şuna biz bu saylam jarayonida 4 nomzod talashdi bosh ministerlikni. Bunun 4'lisidan bunu tashlasan qo'shilma degan javobni ilib matbuotlarga kelajaydik-da. Bular aqsi yanolmaydigan bir avval keldi. Ondan keyin biz shu hozirgi bosh minister kishida, andan keyin yana bir ayol Takayichi xonim deb yana bir ayol ikkinchi o'rinda talashgandi. Bu ikkisi bilan bevosita ko'rishdik shu saylam mazgilida. Bevosita ishxonasida ko'rishib avvalimiz yetkizdik. Şu parlamentda Uyg'urlar to'g'risida bir ovozniki chiqishniki zo'rligi to'g'risida bevosita bularni talab qildik. Shundaq jarayonlar orqali bular saylamda shu va'dani bergani uchun saylam tugagandan keyin buni endi ijro qilish majburiyatida qoldi-ku. Hatto undan keyin bosh minister saylamidan keyin avam palataning saylami bo'ldi. Necha yuz parlament a'zosini fuqarolar bir ovoz qo'yib bilet tashlab saylaydigan. Bu saylam jarayonidami biz shu partiyalarning bir-birisidan biletni ilishga qizg'inib bo'lsa-mu, shu Uyg'ur masalasini tarixda tunji qatim Yaponiyadagi hokimiyat beshidagi partiyasi saylam va'dnomasiga aniq kirgizdi-ku. Shu Uyg'ur masalasini men agar bundan keyin bizni saylasanglar şu meseleге biz favqulodda ko'ngil bilib, maxsus shu Uyg'ur masalasini asos qilgan kishilik huquqqa maxsus bir bosh minister yordamchisi tayinlab bu masalaning hozirga qadar egisi yo'q. Egisi yo'q-ku bu masalaninki kim bir tonishi bo'lsa shuning oldiga berib ustuydigan bunda bir vaziyatdan buning egisi bor bir holatni shakllantiramiz degan va'dani oldik-ku u saylamda. Mushaq bo'lgan bu saylam tugagandan keyin shu va'dasi bo'yicha bu baş minister yardımcısını tayinledi. Bu adam hazır bu meseleni başvurulab tutdu. Muşnaq bir qator jarayonlar orqali endi biz nurg'un faoliyatlar qilamiz. Avam fuqarolar qarta qilamiz, matbuotlar qarta qilamiz yoki akademiklar qarta qilamiz. Bularning ba'zilari matbuotlarga chiqadi, ba'zilari chiqmaydi, to'rlarda eqib tugaydi-ku.
Ama bayan degandek mush parlamentning ichida qilgan faoliyatlarimiz, saylam jarayonida qilgan faoliyatlarimiz buning hammasi cho'ng matbuotlarga uzluksiz chiqdi. Bunda bo'lgandan keyin bu avam fuqarolar orasidami, matbuotlar orasidami, siyosiyonlar orasidami bu masala bir yilning ichida hozirga qadar tarixda ko'rilib boqmagan bir saviyada bir qiziq nuqtaga aylandi. Hech qaysi buningdan agib o'tolmaydigan bir ekan. Aslında buluşuğa karmay 12. ayda yana bir parlament yığını açılgan. Bu 12. ayda taşlaymayız dese emdi kopup yana 6. ayda karşı durgan partiye Xitoyparast solçul bir partiye. Bu partiye emdi bunun içilik söz cümlelerini özgetmesem bu pek küçük olup gitipti o. Bunu özgetişimiz gerek, bunu acizlaştırışımız gerek. Degandek gaplar bilan, yo'q olan gaplar bilan bu 12. ayda yana bir qatim bu fırsat ketip kaldı. Endi biz yani bunu yandaş neymiş kıldık deseniz, biz Japonya'nın 84 şehirden, Japonya'da her qaysi şehir, nahiye, özellikle şehirlik hükümet, şehirlik parlamentleri bulundu. Biz Japonya'nın bütün şu 1700'den artık şehirlik parlamentoga Muşu Uygur meselesini tanıştırgan materyal bilen, anandan keyin muşu hükümetke besim kılış, hükümetin muşu meselege aralışını talep kılış doğrusunda buların bir nimesi var şu. Hem şehirlik parlamentleri buldu, bu yerlik parlamentleri, bu yerlik parlament kanunu deyilgan nesi var Japonya'da. Bula her qaysi şehirler turayotgan fuqarolar hükümetten bir işini talep kılmakçı bolsa aldı bile yüz turayotgan şehirning hükümetinden resmi yazmış şekilde bu talepname çıkarıp bunu hükümet yollaydı. Hükümet bunu o resmi talepnamını onu nima kılamaydı şu. Nazarda sak kılamaydı. Biz 1700 şehirge bu iltimasını sunup bunun içinden 84 şehirnin şehirlik hükümeti hemmisi özününki parlamentida maxsus talepnamını o'ttirg'i tashlab, ovoz tashlab, ma'qullab qonunga asosan hükümetniki şu baş ministerlarga, anandan keyin avam palata, kengash palataniki başlıklarga, tashqi ishlar ministeriga ayrım halda 84 şehirden yazmış şekilde bu Uygur meselesiga Yapon hükümeti aralashışı gerek. Diyen talepnamını sundu. Yazmış şekilde resmi olsun. Bu ne meğersiniz? Bu şu 84 şehirde turvatkan, manlıgan, 10 manlıgan, 100 manlıgan yapım fuqarolarının ki özlerinin kanunda belgilengen resmi hukukunu işletip durup, resmi şekilde tasdikten ötküzüp durup, parlament yığından ötküzüp durup, hükümetki yollagan resmi şekildeki iltiması da bu. Bu nesini hükümet bu 84 şehirden kelgan iltimasını bu bir işki olsa meyletti. 84 şehirden kelgan resmi avazın ötüp kelgan bu nesini hükümet nazarda saqt kılanmaydigan bunun karta bunu taşıyıp ötemeydigan bir yere geldi. Bu şundak bir jarayonlar arkalık ahiri bu qatim endi ikinci ayının birinci günü bu vücutga çıktı. Kaçaydıysa kaçanmaydigan şuna bir şarayette bu vücutga çıktı. Hem de bu kararınki tarihi ehemmiyeti doğrusunda toxtalgan vaktimizde birisi bu hazır kadar Yapon tarihida, Yapon'unki parlamentida ko'rilib bakmagan bir hadise. Uygur degan isim necha yuz parlament a'zosi bor resmi parlament yig'inida tilga ilinib bakkan, bundaq bir muzokaraga tashlangan, bilet berimiz bermaymiz deydigan talash tortish bo'lgan bundaq bir tarix yo'q tarixda. Bu Uygur meselesi emas. Tibet meselesi veya şuna okşap kaldıran başka şu insan hakları Yapon'un sırtındaki bir devlet buluvatkan insan hakları meselesi doğrusu da bunda bir talaş tartış yoki karar oturup taşınıp muzakere silingan, makullangan bunda bir tarih yokken bu şu noktanın ağan çağdımı Yapon'un parlament üçün mü yeni bir bet açtı tarih bitini Uygurlarınki siyasi davası nispeten mi yeni bir tarih biti içildi de bilsek buludu. İkinciden bu şu Asya'da tuncu bulup çıkan hem birden bir karar. Belki yakın kelgüsüde Asya'da yine başka bir devletten bunda bir kararın çıkış ihtimali mi pek çok emas dep oylayman. Asya'daki devletlerin ahvalini hemimiz bilimiz. Bu noktadan mühim ehemmiyeti var. İkinci birisi bu Xitoy.
Yaponiya bilan nəhayət uzun yıllık tarixi öçəravatları var. Özünüz bilirsizlər, Yaponiya işçidən ötmüş. Müştəbi şəraitdə bu Xitay Amerikadan 1000 dəstək yegənə qaraganda Yaponiyadan bir ağız til işsə bunun işi ötüb gedir. Bu çidayanmay qaldı. Muşu noktadan alğan çağdımı Yaponiyadan məyli aciz bolsun, güçlük bolsun, nima bolsa bolsun muşundaq bir sadanın çıqqını bu Xitayninki ən yarısı tuz səpkəndək bir ünüm asıl kılıdı. Bu jihatdanmı bununki tarihi əhəmiyyəti çoğun deb o'ylaymiz. Anından keyin yana bir narsa bu Yaponiya hozir bizning vatanga eng yaqin jo'grafiyada turayotgan bu masalaga qarata ovoz chiqarayotgan davlatlarning ichida eng yaqin jo'grafiyada turayotgan bir davlat. Uningdan sirt buningdan yaqin bir jo'grafiyada bu masalaga qarata ovoz chiqargan davlat yo'q hozir. Buningdan keyin tez deb o'ylaymiz. Mushu nuqtalardan olgan chog'da gapim uzrab ketdi. Bu qarorninki tarixiy ahamiyati cho'ng. Endi bu ishning boshlanishi. Bu qatim ojiz chiqqan bo'lsa, keyingi qatim kuchli chiqadi. Bu faqat boshlanishi. Birinchi qadamni bosqizib oldik. Chunki o'mirmagan odamga yuguraysa desak bu oqmaydi-ku. Buni oldi bilan o'miltimiz, anandagi mang'uzimiz, anandagi yugatimiz. Shunga bu ishning boshlanishi nihoyat yaxshi bir boshlanish. Buniki so'z jumlalari yumshoq bo'lib qopti, qattiq bo'lib qopti deb hozir bu yerda umidsizlikning hech qanday nimasi yo'q, o'rni yo'q. Shunga nihoyat yaxshi boshlanish deb umidvor bo'lishini qarindoshlarniki tavsiya qilaman. Rahmat. Nihoyat bir strategik taktika bilan uzun mezgil jafoliq tirishchanlikning orqasida e'lingan bir qarorga ularga bizniki hurmatimiz texim oshdi. Rahmat. Hamda Xilmat efendi, bu qaror nimishqa Olimpikka 3 kun qolganda ma'qullandi? Buning bir arxa ko'rinishi bormi yoki shundoq to'g'ri kelib qoldimi? Bu to'g'riliq kichik bir tushuncha beramsiz? Endi bu nimishqa Olimpikka 3 kun qolganda ma'qullandi desak, endi birsi endi Allah buyurmuş kunga kelgan bo'lishi mumkin. Biroq yana birsi biz 1 yildan beri Bayam Ahmetcan Kırızgın nurg'unimizdan so'zlab ketdi. Bundan boshqa biz bu shu Yaponda Uyg'ur ovozini texnik anglatish uchun bir karvan faoliyati degandek bir faoliyat boshlagan. Bu Yaponiyaning hozir 23 o'lkasida 108 kun davomlashdi bu. Hammaga berib Uyg'urning ovozini birma-bir anglatdik. Onundan boshqa bizni qo'llayotgan bir yerlik parlament guruhi bor. Bunun da 100'den artıq parlament a'zosi var. Bularmı biz bilan tang bu faoliyatni qilish orqali boshda shu tövəndin yuqoriga bizim tushirish shu nimasini siyosatini apmandiq. Ondan boshqa Ahmadjon Qaradosimiz degandek 2021-yilda 11 ayning 18'ini boshlab 1738 parlamentga xat yozdik hammadan. Uni yerlik parlament korpusimiz tang birlamandi. Mushu besimlar kundan kunga ishib, oldingi 12 oyda chiqmagan narsani butun medialarda, butun nimada, gazetlarda bizning ovozimiz kunda chiqadigan holatga keldik. Ya'ni biz undan boshqa birinchi ayning mush yili birinchi ayning 14'i Yaponiya Uyg'ur jamiyati bilan shu yerlik parlament guruhi bu Yaponiya Uyg'ur jamiyatini Uyg'urlarni qo'llaydigan. Bu guruhga birlikda nima deymiz? Bayonotnoma e'lon qildik endi muxbirlarga. Shu chog'da bayonotnomaning ichida 84 shu parlamentning shu hukumatdan qilgan talabini bütün gazetlarda e'lon qilish orqali buni Yaponiya Uyg'ur do'stlik guruhisidagi parlament a'zolariga topshirdik. Buni topshirish orqali bo'lsa mushuk qatimqi yig'inda cho'qim mushni bir qaror olsanglar degandakchi. O'sha fikrlarni berdik, ham qildik. Endi mushu nurg'un nimalarning necha yillik jafoliq elib turgan faoliyatlarning xulosasi natijasida naq mush qitim kelib qoldi. Endi bu qitim o'tmagan bo'lsa,
akşam parlamentga aşı parlament a'zolari bilan hammasi xalqqa bir javob berolmaslik bir nimasiga tushib qoldi. Osal bir ahvol Endi tushib mening qoldi. hozircha osal ahvolga tushib qolsa, undan keyin o'zlari belat ololmaslik ehtimoli chiqib qoladi-chu. Shuningga buni butun adam aşı bu muqarrar bir nima mumkin deb o'ylayman. Ahmadjon bir ish to'liqlab qo'yamsiz. Ben bir qo'shimcha qilay. Buningki birsi bu yil Yaponda Xitoy bilan bo'lgan Yaponniki diplomatik munosabatiniki urushdan keyin asli kelganligining 50 yili bo'ladi ekan bu yil. Buni nihoyat cho'ng bir voqea sifatida tabriklaymiz deb qilayotganlar bor. Anından keyin bu olimpik başlanıp ketsa, o olimpik tugaguncha qilolmaydi-chu buni. Yaponning parlament yig'ini ichilaverdi 6-oygacha bor. Ama bu olimpik başlanıp ketsa, olimpik tugaguncha bo'lganlikda buni qilolmaydi. Olimpik tugagandan keyin bu Xitoy bilan Yaponniki 50 yillik diplomatik munosabatni asli keltirganligining 50 yilligi bo'ldi ekan. Bu bir cho'ng tashqi munosabatdagi bir cho'ng faoliyat bo'lg'ashqa. Buni taqab qilish texim tasdiqlaydi. Uningdan keyin Yaponniki Kengash palatasiniki saylimi bor. Hammasi saylan bilan aldirash o'tdi-chu. Shunga agar bu qatim qilmasa, bu yil yana bir yil bu fursat ketib qoladi. Mushtaq bir sharoitda bulturdan bu yan necha qatim buni qarordan o'tkazamiz deb bizga bizni qo'llaydigan parlament a'zolari mushundaq nimalarni vaqt jadvalini o'ylashgan asosda bu birinchi oyning ikkinchi haftasi boshlanganmi parlament yig'ini uchun mush qatimqi yig'inning 5 yili oldi bilan mushni qilmaymiz. Bu necha oy davomlashadi bu qatimqi yig'inchi. 5 yilda mushni qilmaymiz deb bularni aytib qattiq turdi, biz shuni talab qilgan. Bu qatim ketib qolsa yana bir yil ketib qoladi-chu bu narsa. Shu mushtabiy sharoitda andan keyin xabaringiz bo'lgandek Yaponiyami mushna har xil besimlar, shu fuqarolardan kelgan besimlar bilan bu Xitoyning olimpikiga hukumat nomidan vakil avatmaymiz deb bultur 12-oyning 24-kuni buni e'lon qildi-chu. Bular boyqut qildik degan so'zni, boyqut degan so'zni ishlatmadi. Ama qilgan ish o'xshash. Shu Amerika boshqa boyqut qilgan davlatlar bilan o'xshash-chu. Shunga agar qildigan ishimiz bo'lsa, mush olimpikdan burun qilaylik. Buni degan shu Uyg'ur do'stlik guruhininki mush zali cho'qim o'tkazma deb ching turgan parlament a'zolari mush vaqtga udullab buni nima qildi? Endi buning bir qo'shib qo'ysam, buning dastlabda tayyorlangan nusxasi kuchlik Xitoyni qattiq ayblaydigan so'z iboralar bordi. Buni 12-oyda bir partiyaniki ma'qulligini aqlamay nurg'oyalarini o'zgartib ojiz bir holatga tushirib qo'ydi-da. Bu so'zlarni yumishdi. Endi buni so'zlarni yumishib bo'lsin o'tkazaylik degan akilib ojizga akilib bu qatim tashlaylik desa, endi nima bo'ldi desanglar? Endi qo'pib nurg'un dastlabda tashlasak qo'shilmaymiz, tashlasak qo'shilamiz degan partiyalar qo'pib bu ojiz bo'lib qoldi. Bundaq ojiz naslini tashlasak biz qo'shilmaymiz deb bu jidal chiqdi-chu. Şunun bilan shu bir ikkining ichida o'ngga tortib, so'lga tortib, jiq talashlar tushib ketdi. Birisi dedi kuchli bo'lsa bo'lmaydi dedi, birisi ojiz bo'lsa bo'lmaydi dedi, birisi dedi bu partiyalar orasida siyosiy manfaat to'qinishi og'ir bo'lgan ekan. Masalan, bir partiyaning tashlagan boshqa bir masala to'g'risida tashlagan qonunga yana bir partiya qo'shilmaydigan bunday ishlar bo'ldi emasmi? Mushta bir avval aslida bu da hokimiyat peşlik partiya başvurlab tashladı. Bu partiyanın akagan har qanday narsani rad qilmaymiz. Mazmuni nim bo'lsin, bu partiyanın akagan har qanday narsani rad qilmaymiz deganni ko'tarib chiqqanlar bo'ldi. Bunda bo'lgan chaqda bu to'liq ovoz bilan o'tkazish bu yana so'g'ichlashdi-da. Mushna bir sharoitda bayam deganimdek bu to'liq ovoz bilan asli bunda bir qaror o'tmas bo'lmaydi ekan to'p. Buni endi taqqat bo'lmagan chaqda majburlab o'tmasang o'tsa majbur o'tkazimiz qanday qilsa deydigan normalda adet qilmaydigan bir usulni qo'llandi-da bu qatim. Qarshi turg'uning tu deb qipti birli partiya qarshi turibdi. Bular endi qarshi turdi. Mazmun ojiz bo'lib qoldi. Bunda ojiz narsaga qo'shilmaymiz biz. Kuchliroq qilsan anan degan qo'shilamiz. Mushunday bir murakkab jarayonlar bilan mush vaqtga udullandi. Ya'ni 2 kun kechikkan bo'lsa
bu yıl ketib qoladi. Muşna bir avval. Gapimizni yana sizdan boshlab beraylik Ahmet Efendi. Endi bu qaror bundan keyingi Uyg'ur davosi va Yaponiyaning tashqi siyosatiga qanday ta'sir ko'rsatishi mumkin? Bu to'g'riliq bir to'xtalgan bo'lsangiz rahmat. Endi bu qaror hükümetin bunu bu doğrusu uçur toplaysa, bunu küstüp durursa, anından keyin bunun münasip şu ziyankeş uçurganlarını kutkuzuduğun bir tedbirlerini alırsa degan narsani talep qilgan ekan. Hükümet endi bu ma'lum bir şekilde icra qilish majburiyatida qoladi. Şuna bundan keyin Yaponiya biz elbette anı kıpasang degenge qaragan chaqda bu parlament resmi bir şekilde ma'qullagan bir karar endi hükümetga haydashlik qildi. Burun biz haydashlik qilgan bo'lsak, endi bu karar haydashlik qildi. Sonra bundan keyin yangi siyasetlarninki tüzülüp çıkışıda belki Türklük rol oynar deb o'ylaymiz. İkinci birisi bu kararınki ma'qullanishi bilan Yaponiya bütün siyasi yollarninki qo'liqiga ustunlik oldiga bu Uyg'ur meselesi bir qatim chiqdi. Bayan deganimdek 84 shahardan hozir hükümetni bu ishga aralashsa deb rasmiy talabnoma kelib ustunlik oldiga bor. Bu aldığımız günlerde bu texmi köpüydü. Bizga nurg'un aloqalar kelyapti. Ama 3. ayda yani nurg'un shaharlik parlamentlarning yig'inlari bor. Buningda biz buni tashlaymiz deyotgan shaharlik parlamentlardan kelgan aloqalarimiz yo'q. Bu yana köpüydü. Demak, shunday yo'llarning ochilishi bilan bu Yaponiyadagi Uyg'ur davosi, yoki Yaponiyaning bundan keyingi Xitoy siyosatida yoki Yaponiyaning shu kishilik huquq diplomatiyasida hal qilg'uch qadamlarniki elinishiga bir yo'llangan bir boshlamchi qaror deb biz tushunamiz. Ham buningki keyingi qadamlarni bayon degandek, buningdan texnik kuchlik canlılık ravishli qarorlarning elinishi, amaliy tadbirlar elinishi, qonunlarning tuzilishi uchun albatta biz yana qo'limizdan kelganini qilib yana shuni piyda bo'lamiz. Endi yana birisi Yaponiya allaqachon shu majburiy emgak masalasiga chetishlik bo'lgan Yapon arxonlarini ta'minlash zanjiridan tatbiq chiqargan qonunni allaqachon boshlab bo'ldi. Qonun tabii chiqmadi. Ama bu qonun tuzimiz degan narsani bu tutishib bo'ldi, buni boshlab bo'ldi. Demak, mushuna qiladigan olgan chaqda bu bundan keyin mushuna qonunlarni tuzishi degandek ijobiy qadamlarni elinishiga turtki bo'ldi deb o'ylayman. Yana bir savolni qayta so'rab o'tsam, ya'ni bu qaror to'g'risida Yapon xalqi qanday inkas bo'tadi qarsa Xitoyning so'zchilarimi joyida o'tiranmay qopti. Bu to'g'riliq bir Yapondagi inkaslarni Xitoyning inkaslarini bir so'zlab bergan bo'lsangiz. Bo'ldi. Bu qaror to'g'risida qaror elinishdan burun yoki elingandan keyin bo'lsin, Yaponning qarorlari, matbuotlar, anındakin hali ko'p sonliq siyosiy yo'llarning orasida bu qaror asli texnik kuchlik ravishda Xitoyni keskin udul ayıplaydigan bu qilishni to'xtat deb udul deydigan shunaqa bir kuchli ravishda chiqish kerakdi. Yaponiya mush taraqqiy qilgan Yevropadagi g'arb ellari bilan o'xshash, hatto undan kuchli bir ravishda bu masala inkas qaytarish kerakdi. Bu karar şu bir iki partiyanınki solcu Xitoy parast partiyanınki chiroyiga qarab bu pek aciz bir holatga tushirib qo'yildi. Bu Yapon xalqi uchun bir nomus deydigan qarash ko'p soldi Yaponiyada. Fuqarolarni bu hükümetni bu to'g'risida ayıplaydigan ovozlar ko'p. Endi
Xitoydan bo'lsak, Xitoylar mayli Yaponiyadagi buningki elchixona, konsulxonalar bo'lsin yoki Xitoyninki tashqi ishlar ministri bo'lsin, tunigunning o'zida maxsus bayonot beribdi, to'rbatlarga qo'yibdi, balkim ko'rdinglar. Buningda bizning ichki ishlarimiz qo'pollik bilan aralashgan, bu ig'ir bir siyosiy hujum, Jungo xalqiga qilingan, haqiqatni burmalagan va hokazo. Yaponlarninki bizga kishilik huquq to'g'risida so'zlaydigan hech qanday salohiyati yo'q. O'zi nurg'un nimalarni jinoyatlarni o'tkazgan, shunday bir jinoyat bilan to'lgan davlat bu va hokazo degandek shunday diplomatiya qaysiga tushmaydigan bezab gaplar bilan bunga qarshi hozirlangan bayonot beribdi. Hem rasmiy diplomatik kanallar orqali Yaponiyaga qattiq noroziligini bildirganligini e'lon qildi tunugunlar. Hem ba'zi o'ch elish tadbirlarini o'ylayotganligini qo'qoq silib debdi. Endi buni qanaqa qilib bilmaymiz. Bu ahvol shunday. Endi Yaponiyaga nisbatan Xitoylar fuqarolarini asal qo'zg'ata oladi. Çünkü onun işçide kalısı kuyulup ketken Xitay Yapon karşı bir nima var, var. Bir günden içinde urup çıkanlar dep urup çapkızalaydı. Amerika'da Avrupa'nın onda kızanmaydı. Neçilinin aldığı boğan. Bunda boğan çağda Yaponiya bu teknik öyle öldürüvatkan devlet. Ham eşya çıkmaydı özüden. Bu ham eşyanın köpençisini ya Xitay'dan kirgizdi, ya Xitay'ın özü yasap satıyor. Bu şimdi bir nima bilen iqtisadi öldürüvatkan devlet de bu. Dünyadaki her qanday bir yo'lak selishtirganda Xitoyga bo'lgan iqtisodiy jihatdagi bog'lanishi kuchli bir davlat. Bunda bir vaziyatda Yaponiya mu Xitoyni amalba baksiyat g'idiqlamaydigan, bu iqtisodini ta'sirga uchratmaydigan bir yo'l tutishga majburchi. Anandan keyin bu nima? Şimal Çavşen'de, Şimal Kore'de tuturulatkan, görü tuturulatkan, neçe 10 yılına yak kaytırıp ekilenmevatkan bir kısım fuqarolar var. Bularni onun üstüge yadro kural tehdidi var, Şimal Kore'nin kilidağın. Bu meselenin hal qilishda Xitoy ehtiyojı var şu bularniki. Bunu şu Xitoy orqali Şimal Kore'ye gap qilmaydigan bir ehtiyojı var bularniki. Muşunaq murakkab bo'lg'achqa Xitoy bilan butunlay ado-judo bo'lib bir kunning ichida unda bo'lib ketmaydi. Shunga deydigan yerda deb Amerika bilan Xitoyning orasida tangpungliqni saqlab menish bularningki ashi qilmish bo'lmaydigan bir majburiyatda. Shunga fuqarolarning degani bo'yicha uni nima deymiz Xitoy bilan bir kunning ichida askerleşip yaksıkışıp ketenmeydiğin tarafı şu mecbur arkadaşlar. Şuna gapni yığsak fuqarolar narazi. Biz mi ağzımızdan çıkarmadık ko'nglimizda biz mi narazi. Biz epaginiga rahmat ama bu bek aciz bizning kutgan yerimizdan yiroqdir. Biz buni o'zigimi deymiz, yani o'g'illikka kurash qilib boramiz, o'zigimi deymiz. Xitoylar elitinde yok, shunday qichqanchiq qilyapti, balkim bundan keyin yana shunaqa ko'kamliklarni qilish ehtimoli bor deb o'ylayman. Tugdi, rahmat. Sizga ko'p rahmat. Yaponiya Uyg'ur jamiyatidan texicha shu irqiy qirg'inchilik to'g'risida qaror ilinmagan davlat va tashkilotlardagi Uyg'urlarningki o'gundigan taraflarini aytib ko'pga bo'lsa bu taraflarni texmi inchga bir suhbat o'rinlashtirsak texmi yaxshi bo'lg'dak. Qimmatli vaqtinglarni chiqarib bugungi bu programmamizga kelganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Biz Yaponiyadagi Uyg'ur davosining texmi olg'a ilgarilashiga tilakdoshlik qilamiz ham sizlarga utuq tilaymiz. Hammalarning ajriga Alloh rozi bo'lsin. Shuning bilan birga programmamiz mishada oyoqlashdi. Qadrli ko'ruvchilarimizning qimmatli diqqatiga rahmat. Saytimizni texim yaxshilash uchun fikr takliflar bo'lsa qizg'in qarshi olamiz. Aziz ko'ruvchilarimizning qonimizga a'zo bo'lishini va hambarlishni unutib qolmasligini umid qilamiz. Xush vaqt bo'linglar. Allohga omonat. Rahmat, amonat.